Bu ilova orqali siz o'zingiz xohlagan ilovalaringizni o'zgacha tarzda bloklab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni boshqa odamlar bu ilovangizga kira olmaydi. Kirsa ham bu ilova ishlamaydi deb chiqib turadi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Telegram kanalimga kirib olamiz. Telegram kanalim mana shu Babelnet deb yozsangiz chiqib keladi. Bu yerda mana shu Babelnet AppLock Pro degan mana shu ilovani o'rnatib olamiz. Ustoz kabilar, men o'rnatib bo'lganman. O'rnatib bo'lganingizda mana shunaqa ekranga chiqadi. Mana shu ilova. Mana shunga kirib turib, nachatda bosamiz. Bu yerdan birinchi parol qo'y deb so'raydi. Masalan, 1 2 3 4 5 6 deymiz. O'zingizni parolingizni qo'yasiz. Bu har safar programmalarga kirganingizda ilovalaringizga mana shu parolni so'raydi. Hatto mana shu ilovani o'ziga kirganingizda ham xuddi shu parolni so'raydi. Mana so'radi. 1 2 3 4 5 6. Okey, bu yerdan close qilamiz. Bu yerdan xohlagan o'zingizga kerak bo'lgan nimani bloklab qo'yasiz. Bu yerda bloklanganlar nimasi bor? Ya'ni qaysi nima bloklangan? Masalan, nastroyka bloklangan. Bu hozir oddiy bo'lib turibdi. Masalan, mana kirsam, mana o'zini parolini so'rayapti, xolos. Boshqa narsasi qilmayapti. Men aytgan boshqacha nima qilish uchun bu yerda funksiyasi bor, yoqib qo'yamiz. Buni har xil funksiyalari bor, o'zingiz ko'rib nima qilsangiz bo'ladi. Bu ilova mutlaqo tekin, chunki bu mod versiya. Bu yerda nastroykaga kirib, расширение deb bosib turib, bu yerda shpionskiy kamera degan bor. Masalan, 5 marta xato parol tersa, old kameradan bitta rasmga oladi, kim kirmoqchi bo'lganligini bilish uchun. Bu yerda значокni, mana shu ilovani значокni almashtirib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda trevoga beradi, ovoz chiqaradi. 5 marta xato yozgandan keyin viu qilib har xil ovozlar chiqaradi. Limit qo'yib qo'ysa bo'ladi. Важный сообщение о сбое deyapti. Mana shu ilovani nimani bosib qo'ysangiz, mana shuni yoqib qo'yamiz. Bu yerda o'zingizga kerakligisini tanlab olasiz. Biz masalan uzoq vaqt bosib turish kerak degan nimasini funksiyasini bosib yoqib qo'yamiz. Mana saqlab qoldik. Buni endi bitta ilova kirsangiz, xuddi mana shunaqa ошибка berganga o'xshab chiqib qoladi. Bu kirish uchun mana shu zakritni bosib turasiz. Ikkinchisiga yana o'sha parolingizni so'raydi. Bilgan odam masalan bloklab qo'yibdi deb o'ylaydi, lekin bilmagan odam kirmoqchi bo'lsa, ishlamayapti ekan, nima telefoningiz qolibdi deb o'ylaydi. Lekin aslida bosib qo'ysangiz nonuqta funksiyasi chiqadi. Buni yana funksiyalari bor hozir. Настройкаga kirib, o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Расширениyalar bu yerda. Unli blokirovka bor. Безопасный интервал времени. Ya'ni o'zini vaqtga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu paytlari, masalan, uyda bo'ladigan paytlaringiz ochib qo'ysangiz bo'ladi. Soat masalan 7 dan 8 gacha безопасный vaqt. O'shani bosib vaqtini belgilab qo'ysangiz, shu vaqtda bloklamaydi. Bu yerda yana har xil nimalar bor. Bu yerda temalar bor, bu yerda instrumentlar bor, yana boshqacha. Bu yerda o'sha boyagi kerak bo'lgan nimalarimizni bloklab qo'yish anaqasi funksiyalari. Bu yerda blokdan indeks ochiladi. Ochilyapti bunamiz.